Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan bugun jins kategoriyasi, ya'ni holatdan keyingi ismlarni ikkinchi kategoriyasi bilan tanishib chiqamiz. Jins kategoriyasi juda muhim kategoriyalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa ismiy jumlalar va bundan tashqari aniqlovchilarni bog'lashda bizda juda katta ahamiyatga ega. Arab tilida jins kategoriyasi ikkiga bo'linadi: muzakkar va muannas. O'zbek tilida bu kategoriya bo'lmaganligi tufayli bizda ozgina qiyinchilik kelishi mumkin, lekin ingliz rus tilidagi aynan jins kategoriyasiga tushadi. Muzakkar bu mujizskiy rodga to'g'ri keladi, muannas esa jenskiy rodda. Sredniy rod degan narsa yo'q, faqat ikkiga bo'linadi. Endi arablar qay tartibda o'rganadi, buni bir qator ko'rib chiqamiz. Al-muzakkar val muannas fi lughatil arabiyya. Arab tilida muannas va muzakkar so'zlar bu ismga taalluqli bo'lyapti. Al-muzakkar al-haqiqiy yadullu ala zakari min al-bashar aw al-haywan misla rajul va asad. Haqiqiy muzakkar so'z bu insonlardan yoki hayvonlardan erkak jinsiga ishora qilgan so'zlar. Misol uchun deyapti, erkak kishi, rajul degani, asad degani erkak, ya'ni erkak sherni nazarda tutyapti. Va hunaka musammayat ukhra waradat alfazuha muzakkaran fi istimal al-lugha misla kitabun va jabalun va bahrun va ilmun. Va bundan tashqari shu yerda deyapti, muzakkar deb hisoblanadigan, muzakkar bo'lib keladigan boshqa so'zlar ham bor. U til jihatidan muzakkar hisoblanadi. Ya'ni bunda jins yo'q, haqiqiy jismoniy jihatda jinsi yo'q, lekin muzakkar deb qaraladi. Bularga kitabun so'zi misol uchun yoki jabalun so'zi. Jabalun degani tog' degani, bahrun dengiz, ilmun esa ilm degani. Ushbu so'zlarda muannaslik belgilar bo'lmaganligi tufayli biz buni tilda nima deb atar ekanmiz? Muzakkar. Ular haqiqiy muzakkar emas, ya'ni insondan yoki hayvondan aynan erkak jinsiga dalolat qilmayapti, lekin tilda qo'llanilishda nima deb qo'llanilar ekan? Muzakkar deyilar ekan. Endi ikkinchi tur muannas. Al-ismul muannas huwa ismul lazi yadullu ala unsa min al-bashar aw al-haywan. Xuddi muzakkarning teskari shakli. İnsonlardan yoki hayvonlardan urg'ochi, ya'ni ayol jinsiga ishora qilgan so'zlar muannas so'zlar hisoblanadi. Misol uchun imroatun ayol kishi yoki tolibatun talaba qiz, qittatun mushuk, faqat urg'ochi mushuk nazarda tutilyapti bu yerda jins jihatdan. Endi va yusamma haza naw'u min al-muannas muannasan haqiqiyan. Bu turdagi muannaslar haqiqiy muannas deyilar ekan. Bizda tepada ham shunga o'xshash so'zlar bor. Nima edi? Muzakkar, haqiqiy. Muzakkar haqiqiy yoki muannas haqiqiy bo'lishi uchun ular hayotda ham uni erkak jinsi, ayol jinsi bo'lishi kerak. Lekin shunaqangi so'zlar bor, ularda jins yo'q. Lekin biz uni til jihatidan nimaga bo'lamiz? Muzakkar va muannasga. Xuddi shunaqa muannasda ham wala yuannas ma sawahu min al-asma illa iza waradat fil lugha aslan muannasa. Bu oldingi qoidadan davom bo'lyapti. Biz aytdik-ku, ayoldan yoki hayvon insonlardan yoki hayvonlardan ayol jinsiga ishora bo'lsa, bular muannas so'zlardir. Va bundan boshqa so'zlar agar tilda o'zida muannas deb kelmagan bo'lsa hisoblanmaydi. Va yusamma haza an-naw'u muannasan majaziyyan. Va shunday turi ham bor ekanki, u nima deyapti? Majoziy muannas. Aslida unda jins kategoriyasi mavjud emas jismoniy jihatdan, lekin u til jihatdan nima hisoblanadi? Muannas. Misol beryapti. Tovilatun. Tovilatun degani stol degani. Va varoqatun, varoq degani. Va shamsun, quyosh degani. Bu so'zlar til jihatidan tilda nima deb qo'llanilar ekan? Muannas. Shuning uchun ushbu tartibda bo'linar ekan. Ana endi bizda bu ikkalasini aniqlash uchun maxsus ko'rsatkichlar mavjud. Aynan o'sha ko'rsatkichlar bilan ham qisqacha tanishib chiqamiz. Birinchisi aslan shu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Asllik bor, fa'illik bor. Asllik bu biron narsani bo'lishi kerak bo'lgan shakli. Aslida nimadir narsa, aynan misol keltiradigan bo'lsak, odatda ko'pincha keltiramiz sut. Sutning rangi qanaqa bo'lishi kerak aslida? Oq. Bu sut uchun asllik. Ya'ni qachonki sutni oq rangda ko'rsangiz, uni sababiga so'ramaysiz. Chunki sut o'zi aslida nima bo'lishi kerak? Oq rangda. Xuddi shunaqa ham tilda ham shunga o'xshash qoidalar bor. Bular asllik deyiladi. Aslan so'zlarning barchasi muzakkar bo'lishi kerak. Va nega muzakkar deb nima qilinmas ekan? So'ralmas ekan. Chunki so'z uchun asllik bu muzakkarlik. Lekin biz ba'zan sutga qandaydir rang yoki nimadir qo'shish orqali uni rangi o'zgarib qolishi mumkin. Qizil yoki
ko'k bo'lib qolishi mumkin. O'sha holatda endi u asllikdan nimaga o'tdi? Farlikka o'tdi. Biz mana shu yerda e'tibor berishimiz kerak va so'raymiz, nega sutning rangi qizil yoki nega sutning rangi ko'k? Tilda ham xuddi shunaqa holat. Biz uchun asllik muzakkarlik edi, uni sababi so'ralmasdi. Ana endi muannaslikda esa sababi so'raladi. Chunki u asllik emas. Nega muannas degan savolga biz quyidagi qoidalarni aytishimiz kerak. Birinchisi, muannas uchun alomatlar, belgilar. Eng birinchisi tamarbuta harfi hisoblanadi. So'z oxiri tamarbutaga tugasa, biz bu so'zlarni qanaqa so'zlar deymiz? Muannas. Misol uchun madrasatun maktab, jami'atun universitet, sayyaratun mashina, tovilatun aytib o'tdik, stol. Ushbu so'zlarning hammasi muannas deb qaraladi. Sababi esa oxir nimasiga tugayapti? Tamarbuta. Va tamarbuta muannaslik nimasi hisoblanadi? Belgisi. Ikkinchisi, alif mamduda degan harfimiz bor. Bu cho'ziq a va undan keyin hamza bilan kelgan shakl. Ushbu so'zlar ham muannas deb qaraladi va bu belgi nima? Muannaslik belgisi hisoblanadi. Hamrou qizil rangli muannas shakli yoki safrou sariq rangli muannas shakli yoki sahro so'zlar. Va shu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bizda ba'zi so'zlar bor. Misol uchun ma'un suv degan. Bu ham oxiri alif va hamzaga tugaydi. Lekin degan joyi bor. Biz uni muannasga kiritmaymiz. Sababi biz qo'shayotgan a, ya'ni alif mamdudamiz so'z o'zagida emas, qo'shimcha sifatida kelishi kerak. Hamro, safro, sohro so'zlarda so'zning o'zaklari hmr, sfr yoki so, ha, ro harflar. Bu yerdagi alif mamdudalarimiz hammasi nima sifatida qo'shilyapti? Qo'shimcha. Qachonki o'sha qo'shimcha bo'lib kelganda biz uni muannaslik qo'shimchasi deymiz. Demak, bizda hozircha qoidalar ikkita. Agar tamarbutaga tugasa yoki alif mamdudaga tugasa. Keyingi qoida so'zimiz alif maqsuraga tugasa. Alif maqsura bu so'z oxirida keladigan harf, qo'shimcha desak ham bo'ladi. Undan oldin har doim fatha keladi va o'zi yoga o'xshaydi, lekin nuqtasi yozilmaydi. Cho'ziq a shaklida talaffuz qilinadi. Misol uchun kubro eng katta degan yoki hubla homilador ayol degan. Kasla esa dangasa. Bu so'zlarning barchasi qanaqa so'zlar ekan? Muannas. Muannaslik belgisi bulardagi nima bo'lar ekan? Alif maqsura bo'lar ekan. Keyingisi ma'nosida endi shu yerda to'xtalib o'tishimiz kerak. 1 dan 3 gacha bo'lgan, ya'ni tamarbuta, alif mamduda, alif maqsuralar ular ko'z jihatdan ko'rib biz nima qilsak bo'ladi? Aniqlab olsak bo'ladi. Ya'ni uni belgilari bor, shaklan. 4-qoidadan boshlab endi uni ma'nosiga e'tibor berishimiz kerak. Ma'nosida ayol kishiga ishora bo'lsa, misol uchun bintun, ummun, zaynabu, maryam. Bintun qiz bola, ummun ona, zaynabu va maryam esa bular qiz bolalarning ismlari. Tepadagi 3 ta qoidamizdagi qo'shimchalar kelmagan taqdirda ham ba'zan kelishi ham mumkin. Misol uchun Fatima so'zi oxiri nima bilan tugaydi? Tamar buta bilan tugaydi. Bu belgilar kelsa yoki kelmasa ham ma'nosi ayolga kishiga ishora bo'lsa, biz u so'zni qanaqa so'z deymiz? Muannas. Keyingi qo'shimchamiz, keyingi qoidamizga ko'ra geografik joy nomlari. Bu sal kattaroq tushuncha. Buni ichiga shahar nomlari, davlat nomlari, dengiz nomlari, daryo nomlari, ba'zan tog'lar nomlari ham kirishi mumkin. Va qo'shimcha qilib qo'yishamiz, qabilalar nomlari ham muannas deb qaraladi va muannas shaklda ishlatiladi. Misollarimiz kelyapti. Quraysh. Nimani nomi edi Quraysh? Qabila nomi yoki Nil daryo nomi, Toshqand shahar nomi, Misr esa davlat nomi. Bu so'zlarning barchasi tepadagi qoidalarimizga amal qilmagan taqdirda ham, amal qilsa ham nima hisoblanadi? Muannas. Ya'ni bu yerda tamarbuta shart emas. Bular joy nomi bo'lganligini o'zi bizga yetarli va biz buni nima deb ishlatamiz? Muannas deb ishlatamiz. Keyingi qoidamiz inson tanasining juft a'zolarini bildirgan so'zlar. Bularga kiradi yadun ikkita, rijlun oyoq, bu ham ikkita juft hisoblanadi. Uzunun quloq ham juft hisoblanadi. Aynun ham juft a'zo hisoblanadi. Va bu so'zlarning barchasini biz qanaqa ishlatar ekanmiz? Muannas. Xo'p. Ikkinchi qoidamiz, bu qoidaga juda kamdan kam duch kelasiz, lekin o'rganib qo'yish shart. Alifbo harflarining nomlari muannas hisoblanadi ekan. Qarang, biz alifbo harflarining nomlarini alif deymiz, baun deymiz, jimun, qofun deymiz. Bularga muomala qilganimizda nima deb muomala qilar ekanmiz? Muannas
nas deb. 8-qoidamiz ayrim so'zlar arablar muannas jinsda qo'llaydi. Mana shu qoidada ba'zi kitoblarda keladi. Yaratilishiga ko'ra yagona bo'lgan ismlar deydi. Lekin biz bu istilohni qo'llaganimiz ancha yaxshiroq. Sababi biz shamsunni yagona deb hisoblaymiz va haqiqatda yaratilishiga ko'ra yagona va muannas. Lekin shu yerda qomarun degan so'z bor. Nima degani? Oy. Oy esa u muzakkar hisoblanadi. Shuning uchun yaratilishiga ko'ra yagona degan so'zni o'rniga biz qaysi terminni qo'llayapmiz? Ayrim so'zlar. Bu so'zlarni biz qanday bilib olamiz degan savol bo'lishi mumkin. Bu so'zlarni arabcha manbalarni o'qiganimizda ushbu so'zlarga nisbatan muannasga muomala qilinganday muomalada bo'linadi. Ya'ni bu yerda yana aniqlik kiritamiz. Muomala qilish nima degani? Siz bir so'zni yoniga boshqa bir so'zni qo'shasiz odatda. Yo unga sifat berasiz yoki uni gapni egasi kesim qilasiz. O'shanda buni yoniga muannas so'z qo'yiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, quyosh issiq deydigan bo'lsak, biz aytamiz ash-shamsu harrotun deymiz. Va kitoblarda ham shu shaklga yoziladi. Bundan ma'lum bo'ladiki, harrotun so'zi qanaqa so'z? Muannas. Oxirida nimasi bor? Tamarbuta. Arablar shams bilan muannas so'zni ishlatganidan bilib olamizki, shams so'zi ham qanaqa so'z? Muannas. Buni kitoblarni o'qish orqali biz o'rganib ketamiz. Va so'z boyligimiz bunga o'xshagan so'zlarning ro'yxati keyinchalik bizda ko'payishi mumkin. Rihun shamol degani, narun olov degani, ardun yer degani. Ushbu so'zlarni eslab va yodlab qolamiz va qo'llaganda bularga muannas shaklda ishlatishimiz kerak. Hop, 9-si. Va bu qoida arab tilining oltin qoidasi deb tushunib olsangiz ham bo'ladi. Juda ko'p holatlarda bizga kerak bo'ladi. Ayniqsa ismiy jumlalar va aniqlovchilar, ya'ni sifat bilan ishlaganimizda juda ko'p qo'l keladi. G'oyroqil so'zlarning ko'pligi muannas jinsda bo'ladi. Aslan so'zlar ikkiga bo'linadi, ya'ni ismlar oqil va g'oyroqil. Oqillar bu insonga dalolat qilgan so'zlar, g'oyroqil esa insonlardan aynan ushbu g'oyroqil qismini ko'plik shakli, misol uchun qalamun g'oyroqil so'z birligi. Bu muzakkar, chunki muannaslik belgilari mavjud emas. Lekin aqlamun esa bu qanaqa so'z hisoblanar ekan? Muannas. Nega muannas esa biz aytamiz. G'oyri oqil so'zlarning ko'pligi muannas jinsda. Xuddi shunaqa kitabun kitob muzakkar birlikda, kutubun esa muannas. Nega desa, g'oyroqil so'zning ko'pligi bo'lganligi uchun. Va oxirgi so'zimiz g'urfatun xona. Bu qanaqa so'z? Muzakkar muannasmi? Muannas. Nega muannas? Chunki oxirida tamarbuta qo'shimchasi turibdi. Endi uni ko'plik varianti ham nimada bo'lar ekan? Muannasda. Sababi u g'oyroqil so'zning ko'pligi. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, arab tilida ikkita jins mavjud. Birinchisi muzakkar, ikkinchisi muannas. Jins uchun asllik bu muzakkarlik. Aslan so'zlar nimada bo'ladi? Muzakkar jinsda. Lekin ma'lum qoidalarimiz, quyidagi 9 ta qoidaga agar tushadigan bo'lsa, ushbu so'zlarni nima deymiz? Muannas so'zlar. Bulardan birinchisi aytib o'tdik. Tamarbuta bilan tugasa, ikkinchisi alif mamduda bilan tugasa, uchinchisi alif maqsura bilan tugasa, to'rtinchisi ma'nosida ayolga ishora bo'lsa, beshinchisi geografik joy nomlari, oltinchisi inson tanasining juft a'zolari, yettinchisi alifbo harflari, sakkizinchisi ayrim so'zlar deb aytdik va eng oxirgisi g'oyroqil so'zlarning ko'pligi muannas jinsda bo'ladi. Ana endi so'zlarni muzakkar yoki muannasga ajratishda quyidagi 8 ta qoidaga 9 ta qoidamizga tushsa, ushbu so'zlarni muannas deb aytamiz. Agar tushmasa, ushbu so'zlar bilan muzakkar bilan muomala qilganday muomala qilamiz. Quyidagi prezentatsiyadagi ma'lumotlarni yozib yodlab olish sizdan so'raladi. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.